Barchangizni ko'rib turganimizdan xursandman. Python darslarimiz albatta. Xo'p, sizlar bilan bugundan boshlab aytganimizdek Python dasturlash tilini o'rganishni boshlaymiz. Buning uchun mana birinchi o'rinda Python dasturlash tilini ilovasini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki kompyuterimizda u odatda o'rnatilmagan bo'ladi. Agar sizda Linux yoki macOS tizimi bo'lsa o'rnatilgan bo'lishi mumkin, lekin Windows bo'ladigan bo'lsa o'rnatilmaganligi aniqroq. Bu yerda mana download tugmasini bosib, uni mana bunday holatda yuklab olamiz. Open menda hozir biroz yo'tal mavjud, shuning uchun bunga e'tibor qaratmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, ishga tushiramiz Python faylimizni va o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Mana menda ko'rishingiz mumkin, bu versiyasi o'rnatilgan. Aytaylik, modify yoki repair tugmasini bosadigan bo'lsam, mana misol uchun mana bu narsalarni ham o'rnatasizmi deb aytilyapti. Aytaylik, repairni bosadigan bo'lsam, bu xuddi siz bu joyda bosadigan install degan tugmangizga teng bo'ladi. Faqatgina install tugmasini, install now degan tugma chiqadi. O'sha tugmani bosishdan oldin pastida ikkita belgilanishi kerak bo'lgan katakchalar bo'ladi. Ana shu katakchalarni belgilab qo'yib install now degan tugmani bosishingiz kerak bo'ladi va shunda to'g'riroq bo'ladi Pythonni o'rnatishimiz. Xo'p, chunki Pythonni har xil yerlardan turib chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, kompyuterimiz istalgan joydan turib chaqirishimiz imkoniyatiga ega bo'lib qolamiz. Mana shu tarzda sizda ham o'rnatiladi. Xo'p, o'rnatilganigacha sizlarga bir ma'lumotlarni aytib turaman Python bo'yicha. Python bu ommabop dasturlash tili hisoblanadi. Hammaga mos keladigan dasturlash tili. 1991-yilda u Guido van Rossum ismli inson tomonidan ishlab chiqilgan dasturlash tili hisoblanadi. Pythondan juda ham ko'p sohalarda foydalaniladi. Masalan, aytaylik, web dasturlashda serverlar bilan, misol uchun backend qismida, ya'ni frontend qismi bilan ma'lumotlar bazasini, ya'ni foydalanuvchilar ko'radigan qismi bilan ma'lumotlar bazasini o'rtasida bog'lovchi qism sifatida dasturiy ta'minot, ya'ni ilovalar ishlab chiqishda, misol uchun kompyuterga bo'ladimi, telefonga bo'ladimi, hattoki bugungi kunda Python yordamida mobil ilovalar ishlab chiqish imkoniyati ham bor. Bu to'g'ri usul bo'lmasa ham yoki misol uchun aytaylik, eng optimal usul bo'lmasa ham, lekin Python yordamida mobil ilova ishlab chiqish imkoniyati bor. Bular chuqurroq mavzular albatta va buning uchun qo'shimcha asboblar kerak bo'ladi, ya'ni qo'shimcha ilovalardan foydalanishimiz, texnologiyalardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, Pythondan tizim skriptlari, ya'ni aytaylik, kompyuterda ishga tushadigan va ma'lum bir ishlarni avtomatlashtirishga qaratilgan kodlar bo'ladi. Aytaylik, bitta rasmni tashlaydigan bo'lsangiz, uni 5-6 xil razmerda saqlab beradi yoki nimadir ishlarni bajarishga moslashtirilgan bo'ladi. Mana shunaqangi tizim skriptlarini yozishda, ishlab chiqarishda ham foydalaniladi. Bundan ham tashqari, aytaylik, eng ko'p ishlatiladigan soha bu matematika sohasi. Matematika deganda faqatgina hisob-kitoblar emas, balki to'g'ri hisob-kitoblarni ham, katta miqdordagi hisob-kitoblarni ham qilsa bo'ladi. Aytaylik, AI sohasi da, yana bundan tashqari data science, bundan ham yana tashqari oladigan bo'lsak, o'sha data analitika, biznes analitika kabi sohalarda ham juda ham keng foydalaniladi Pythondan. Ma'lumotlarni to'plash, tahrirlash, ularni ustida nimadir ishlarni amalga oshirish va bu ishlarni bajargandan keyin ularni vizual tarzda yetkazib berish uchun foydalaniladi. Xo'p, endi nimaga Pythonni tanlashimiz kerak deydigan bo'lsangiz, Python zamonaviy dasturlash tili, yuqori darajali dasturlash tili. Nega yuqori darajali dasturlash tili? Chunki qanchalik dasturlash tillari yuqori darajaga yaqinlashgani sari ular inson tiliga juda ham yaqin bo'lib boradi. Ya'ni insonlar tushunadigan tilga, asosan ingliz tiliga juda ham yaqin bo'ladi. Ya'ni iloji boricha tushunarli bo'lishiga e'tibor qaratilgan bo'ladi. Python mana shunaqangi tushunarli dasturlash tili. Va Python, masalan, aytaylik, turli xil platformalarda ishlaydi. Misol uchun u Windows kompyuteri bo'ladimi, Mac OS o'rnatilgan kompyuterlar bo'ladimi, Linux, Raspberry Pi va boshqa, umuman olganda hattoki Android yoki iOS telefonlarida ham Python kodlarini ishga tushirib, ishlatib ko'rish imkoniyati bor bo'lgan ilovalar mavjud. Buni mana shu turli xil platformalarda ishlaydi degan so'zimizni isbot tarzda aytishimiz mumkin bo'ladi.
Bundan tashqari Python judayam sodda sintaksga ega. Sodda sintaksga ega deganda yozishimiz hozir aytdik-ku, o'zbek tilida emas, balki ingliz tilida, misol uchun judayam ingliz tiliga yaqin til hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilida xuddi nimanidir tushuntirsangiz, xuddi o'shanga o'xshagan tilga o'xshaydi. Faqat biroz qoidalar asosida, sintaksis asosida yoziladi. O'shaning uchun aytiladi sodda sintaksga ega deyiladi. Va mana shu sodda sintaksis tufayli boshqa dasturlash tillariga nisbatan Pythonda kamroq kod yoziladi. Pythonda amallarni bajarish tezligi yuqori. Ko'pchilik aytishi mumkin, Python sekin dasturlash tili deb. Endi yo'q deya olamiz, chunki endi tez bo'ldi Python. Nimaga? Chunki mana yuklab olish qismiga kelsangiz, mana 3.14 versiya. 3.13 versiyasidan boshlab уже JIT compiler, ya'ni just in time, ya'ni o'rnida o'sha ishni bajaradigan kompilyator qo'shilgan. Bu degani Python ancha bir necha barobarga tezlashdi degani. Bundan tashqari mana hozir 3.14 versiyasida ham juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Bularni ham hisobga oladigan bo'lsak, 10, 20, 30, 100 barobargacha aytaylik tezlashgan deb aytsak bo'ladi Pythonni. Va yana bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Python zamonaviy va yuqori darajali dasturlash tili, ya'ni insonlar tiliga yaqin dasturlash tili. U qanchalik insonlar tiliga yaqin bo'lgani sari aytaylik, uni kompyuter kodiga o'tkazish jarayoni ko'plab bosqichlardan iborat bo'ladi. Aytaylik, boshqa dasturlash tiliga kodiga o'giriladi, undan keyin yana boshqa dasturlash tiliga, keyin mashina kodiga o'zgartirilib, mashina tushunadigan tilga o'tkaziladi. Python zamonaviy va yuqori darajali dasturlash tili. Buni biz C++ yoki aytaylik shunga o'xshagan quyi darajali dasturlash tillari, ya'ni iloji boricha shu mashina tiliga yaqin bo'lgan dasturlash tillari bilan solishtirmasligimiz kerak. O'ziga o'xshagan dasturlash tillari bilan solishtirishimiz kerak. O'ziga o'xshagan dasturlash tillarini olib qaraydigan bo'lsak, ichida amallarni bajarish tezligi eng yuqori bo'lgan dasturlash tillaridan hisoblanadi Python dasturlash tili. O'shaning uchun uni hisobga olmasligimiz kerak. Ya'ni quyi darajali dasturlash tillari o'rta darajadagi dasturlash tillari bilan solishtirmasligimiz kerak. Yana bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak. Aytaylik, bu farq, aytaylik, umuman bitta ilova uchun aytaylik maksimal darajada 1 daqiqagacha, aytaylik, o'ta katta ilovalar bo'lmasa, u juda ham katta ilovalar bo'lmasa 1 daqiqagacha kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Qanday qilib desangiz, ilovangiz kodi juda ham katta bo'lganligi uchun to'planib aytaylik yarim soniya, 1 soniya bo'lib 1 daqiqagacha, maksimal 1 daqiqagacha aytaylik sekinlashishi mumkin. To'g'ri, 1 daqiqa sezilarli vaqt, lekin unchalik ahamiyatga ega emas. Lekin odatda unaqangi men juda ham tasavvur qilib bo'lmas darajada aytyapman 1 daqiqa deb. Endi bundan yuqori bo'lishini tasavvur qilish ham aslida qiyin. Chunki aytaylik, bir 5 soniyaga, 3 soniyaga farq qilishi mumkin bo'ladi boshqa dasturlash tillari bilan. Lekin aytaylik, bitta oddiy kodni solishtiradigan bo'lsak, u millisoniyalarda farq qiladi. O'shaning uchun bunga juda ham ko'p e'tibor qaratish shart bo'lmaydi. Xo'p, yana bitta narsaga e'tibor qaratish kerak. Bugungi kunda eng ko'p o'rganiladigan, ishlatiladigan dasturlash tillari qatorida ko'pincha Pythonni ko'ramiz va ishlar ham Pythonni juda yaxshi o'zlashtirgan va Python dasturlash tilidan tashqari qo'shimcha uni texnologiyalarini bilgan insonlar uchun juda ham ko'plab ishlar mavjud mehnat bozorida. Xo'p, mana o'rnatib bo'ldi. O'sha aytganimdek, pastda ikkita belgilaydigan joyi bor. Shularni o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, demak Python dasturlash tili kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi. Va e'tibor beramiz, Python deb yozgan vaqtimda mana Python 3.13 va 3.14 versiyalari bor menda. Biz 3.14 versiyasini ishlatamiz albatta. Va mana idle degan dasturi bor. Idle degan dasturiga kirib, o'sha versiyasida to'g'ridan to'g'ri kod yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, print yordamida ekranga matnlarni chiqarishimiz yoki qiymatlarni chiqarishimiz mumkin. Misol uchun salom dunyo, mana ilk ilovamizni yozyapmiz Python dasturlash tilida va enter tugmasini bosganimizda mana bizga salom dunyo degan matnni demak qaytarib berdi.
ana shu idle degan dasturdan foydalanamiz. Xo'p, bu tushunarli. Kompyuterimizga Python dasturlash tilini yuklab olganimizni tekshirib ko'rishimiz uchun Windows va R tugmalarini bosib, bu joyda cmd deb yozamiz. Cmd deb yozganimizda mana bunaqangi buyruqlar satri kelib chiqadi. Qora oyna. Bu joyda Python deb yozamiz va ikkita chiziqcha version ingliz tilida, o'zbek tilida variant bo'ladi yoki versiya bo'ladi. Mana ko'rsangiz, mana Pythonni 3.14.0 versiyasi o'rnatilgan. Sizda qaysi versiyasi bo'lishidan qat'iy nazar, baribir asosiy sintaksisi bir xil bo'ladi, faqatgina qolgani tezlik jihatida bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir mayda-chuyda yangilanishlar, o'zgarishlar funksiyalarida farq qilishi mumkin. O'shaning uchun bunga uncha ham ahamiyat bermang. Faqatgina aytaylik, mana bu boshlanish raqami 3 bo'lishiga e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardik. Iloji boricha shu joydan eng so'nggi versiyasini yuklab olib install qiling. Xo'p, demak mana ko'rib turibsiz, Python dasturlash tilini o'rnatdik va bu muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Shu joyda birinchi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Keyingi darslardan Pythonni yanada chuqurroq o'rganishni boshlab